o'sha manzil tomon shaylanar o'sha dilga mos dil saylanar hamon o'sha ona qo'shimchasi bilan yasadi. Shu yerda bitta narsa aytmoqchiman. Ravish yasovchi qo'shimchalarni she'rni ichiga tiqqanman va o'quvchilarga yo'lladim. Ravish yasovchi qo'shimcha chasiga, cha, larcha. Ular to'plaringlar, ona, an, lab deb qo'shimchalarni she'rga tiraman. O'shanga onasiga misol aytdilar, rahmat. Keyingisi kim? Firuza keling. Endi saylantirasiz. Endi bu yasama ravish tushmaydi. Modal so'zga misol aytaman. Kirish so'zlar. Birinchidan jumla. Rahmat, albatta, shubhasiz. O'quvchilarga ham bu narsani barobar aylantirish qiyin bo'ladi. Rahmat, keyin yana o'zingizga shu narsani yaratishing. Bunda qanaqa yaratish judayam yaxshi. Bu oddiyrog'i. Ertalab ko'nglingizni yaratib, istalgan mavzuda judayam qiziq. Ekrandan esa bo'lsinki, majhul nisbatdagi bitta fe'l aytasiz. Burildi. İlk qo'shimchasi bilan majhul nisbatdagi fe'l yasalar. Rahmat. Mana shu tarzda so'zlar davom ettiraveramiz. Bog'lovchi, ko'makchi, ravish, 40-chi, son, taqlidsiz, sifat bo'ladi. O'sha birinchidan nima? Undoq. Modal, farda ot, to'pladi fe'l, bo'yi undoq so'z, axir yuklarman, mana shu olmush. Bo'ldi. Qarz qilinglar. Tamam. Qarang. Madal. Nargiz. Yaxshi. O'rtada yuraman, o'sha. Yo'q, kim qoldi? Bog'lovchi. Bo'ldi, ketdi o'shiga. Siz xato oldingiz. Son. Oldilar. 1, 2, 3. Olmosh. Undoq. Taqlidsiz. Z. Ravish. Z. Fe'l. Ko'makchi. Ot. Yuklar. Yaxshi. Sonni so'raymiz. Sonni chekka. 4ta. Demak, shu. Nargiz yutdilar. Qo'y, qarsak. Olam o'zgarmasa, jolam o'zgarmasa, olamim o'zgarmasa, olam o'zgarmas. Odam o'zgarmasa, olam o'zgarmas. Dardlarning Sabab. Qani? To'g'ri. Inkor. Oldilar. Shart qiluvchi. Yaxshi. Qo'shatish. Ayruv. Yo'q. Ayruv. Sizga ketadi endi. Charxi dunyo aylanar o'sha manzil tomon shaylanar o'sha dilga mos dil saylanar. Muammo yo'q-da, uyga
videoga qarasizlar va buni ham qilolmaydi. Berilgan aytadi. Shundan